Bugun men sizga ota-onangiz, bobo va buvalaringiz bilishi shart bo'lgan juda muhim mavzuni tushuntiraman. Gap telefon orqali aldash, bank kartasidan pul yechib olish, nafaqa oshirildi, kompensatsiya beriladi. Kartangiz bloklanadi degan bahonalar bilan odamlarni chuv tushirish haqida ketadi. Bu oddiy ogohlantirish emas, bu har bir oilaga tegishli masala. Chunki firibgarlar aynan yoshi katta insonlarni, texnologiyani yaxshi tushunmaydiganlarni farzandlariga ishonib, notanish qo'ng'iroqlarga ham javob beradigan odamlarni nishonga olishyapti. Men bu videoda sizga aniq qilib aytaman. Qaysi qo'ng'iroqqa ishonmaslik kerak? Qaysi SMS xavfli? Bank kartasi ma'lumotlarini kimga bermaslik kerak? Agar pul yechib ketilgan bo'lsa nima qilish kerak? Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va eng muhimi, shu videoni ota-onangizga, bobo-buvalaringizga, mahalladagi yoshi katta qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan butun nafaqani, yig'ib qo'yilgan pulni va odamning asabini saqlab qoladi. Avvallari firibgarlik ko'proq bozorda, ko'chada yoki eshikma-eshik yurib qilinardi. Masalan, kimdir arzon dori, tez boyitadigan lotereya uyga yordam deb kelardi. Odam ko'zma-ko'z gaplashardi. Shubhalansa qo'shnisini chaqirardi. Hujjat so'rardi yoki umuman eshikni ochmasdi. Bugun esa vaziyat o'zgardi. Firibgar sizning uyingizga kelmaydi. U telefon orqali kirib keladi. U o'zini bank xodimi, soliq xodimi, pensiya jamg'armasi vakili, ichki ishlar xodimi, shifokor, hatto qarindosh sifatida tanishtiradi. Eng xavfli tomoni shundaki, bugungi firibgarlar shunchaki pul bering demaydi. Ular odamning qo'rquviga, shoshqaloqligiga va ishonchiga ta'sir qiladi. Masalan, kartangizdan pul yechilmoqchi, nomingizga kredit olinmoqda, nabirangiz avariyaga uchradi. Hozir kodni aytmasangiz hisobingiz bloklanadi deyshadi. Odam qo'rqadi, o'ylashga ulgurmaydi. Farzandlarga qo'ng'iroq qilishga ham vaqt topolmaydi. Aynan shu paytda xato qiladi. Oldin bank kartasi deganda odam ko'proq plastikni o'zi bilan olib yurishni tushunardi. Hozir esa karta ichidagi pul telefon raqami, SMS kodi, mobil ilova, tasdiqlash paroli orqali boshqariladi. Demak, firibgarga kartangizni qo'lga berishingiz shart emas. U sizdan faqat bir marta kelgan kodni so'rab olsa, pulingizni boshqa hisobga o'tkazib yuborishi mumkin. Mana shu o'zgarish ko'pchilik yoshi katta insonlar uchun tushunarsiz. Ular karta qo'limda-ku, qanday qilib pulim ketadi deb o'ylashadi. Aslida bugun karta qo'lda bo'lsa ham SMS kodni aytib yuborsangiz pul ketishi mumkin. Birinchi va eng muhim qoida, bank, davlat tashkiloti, pensiya jamg'armasi yoki soliq idorasi sizdan hech qachon SMS kod, karta raqami, karta amal qilish muddati, CVV kodi yoki mobil ilova parolini so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib, sizni tekshiryapmiz, xavfsizlik uchun ayting, tasdiqlash kodi keldi, o'qib bering desa, bilingki bu firibgarlik bo'lish ehtimoli juda yuqori. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Deylik, bo'yingizga amriyan 200 ming so'm nafaqa tushdi. U kishi uyda o'tiribdi. Telefon jiringlaydi. Notanish odam muloyim ovozda "Assalomu alaykum, men bank xavfsizlik bo'limidanman. Sizning kartangizdan 900 ming so'm yechishga urinish bo'ldi. To'xtatish uchun telefoningizga kelgan kodni ayting" deydi. Bu qo'rqadi, pulimni asrab qolishim kerak deb o'ylaydi. Kodni aytadi. Aslida esa firibgar shu kod orqali pulni yechadi yoki boshqa kartaga o'tkazadi. Bu yerda bu pulni saqlab qolmadi. Aksincha, o'zi eshikni ochib berdi. Ikkinchi qoida, shoshiltirayotgan odamdan ehtiyot bo'ling. Firibgarlarning asosiy quroli shoshilishdir. Ular hozir, tez, bir daqiqa ichida telefonni qo'ymang, hech kimga aytmang degan gaplarni ko'p ishlatadi. Nega? Chunki odam o'ylasa, maslahatlashsa, farzandiga qo'ng'iroq qilsa, aldov fosh bo'ladi. Shuning uchun ular sizni suhbatda ushlab turadi. Hatto agar telefonni qo'ysangiz pulingiz ketadi deb qo'rqitadi. Aslida esa telefonni qo'yish eng to'g'ri harakat. 3-qoida. Qarindoshingiz muammoga tushdi degan qo'ng'iroqlarga darhol ishonmang. Juda ko'p holatda firibgarlar yoshi katta odamlarga qo'ng'iroq qilib, o'g'lingiz avariya qildi, nabirangiz odam urib yubordi, qizingiz kasalxonada, tez pul kerak deyishadi. Ovozini ham yig'lagan odamniki o'xshatishadi. Ba'zan telefonning narigi tomonida kimdir, "Bu yordam bering" deb baqiradi. Odam vahimaga tushadi. 5 million, 10 million, hatto 20 million so'mgacha pulni begona odamga berib yuborgan holatlar uchraydi. Bunday vaziyatda men doim bitta narsani aytaman. Avval telefonni qo'ying, keyin o'sha qarindoshingizning o'z raqamiga qo'ng'iroq qiling. Javob bermasa,
Uning onasi, otasi, turmush o'rtog'i, qo'shnisi yoki ish joyiga bog'laning. Hech qachon notanish odam aytgan raqamga pul yubormang. 4-qo'yda Telegram, SMS yoki WhatsApp orqali kelgan havolalarni bosmang. Ayniqsa sizga yordam puli ajratildi. Nafaqa qayta hisoblanadi. Gaz yoki elektr uchun kompensatsiya sovg'a yutdingiz, anketani to'ldiring degan xabarlar juda xavfli bo'lishi mumkin. Havolani bossangiz soxta sayt ochiladi. U yerda karta raqami, telefon raqami, kod so'raladi. Odam davlat yordami ekan deb ishonib kiritadi. Natijada yordam puli kelmaydi. Aksincha kartadagi pul ketadi. 5-qo'yda. Bank kartasining orqasidagi 3 xonali kodni hech kimga aytmang. Ko'pchilik karta raqamini aytsam bo'ladi, lekin orqadagi kodni aytmasam bo'ldi deb o'ylaydi. Bu qisman to'g'ri, lekin xavfsiz yondashuv shunday bo'lishi kerak. Karta ma'lumotini umuman notanish odamga bermang. Karta raqamini faqat sizga pul o'tkazishi aniq bo'lgan ishonchli odamga berish mumkin. Ammo amal qilish muddati CVV kodi, SMS kod, PIN kod hech qachon aytilmaydi. Bank xodimi ham so'ramaydi, davlat idorasi ham so'ramaydi, haqiqiy operator ham so'ramaydi. Eng avvalo nafaqa oladigan, yolg'iz yashaydigan, telefonda ko'p gaplashadigan, mobil bank ilovasini yaxshi tushunmaydigan ota-onalarimiz ehtiyot bo'lishi kerak. Bobo va buvilarimiz ko'pincha odamga ishonadi, gapni bo'lmaydi, muloyim gapirgan kishini hurmat qiladi. Firibgarlar esa aynan shu fazilatdan foydalanadi. Ular baqirib emas, ko'pincha juda madaniyatli, rasmiy, ishonchli ohangda gapiradi. Masalan, 68 yoshli otaxonning kartasiga har oy 20.500.000 so'm pensiya tushadi. Odamning telefonda bank ilovasi yo'q, lekin karta telefon raqamiga ulangan. Firibgar qo'ng'iroq qilib, kartangizni yangilash kerak, aks holda pensiya tushmaydi deydi. Otaxon pensiyam to'xtab qolmasin deb qo'rqadi. SMS kodni aytadi. Firibgar ilovani o'z telefoniga ulab oladi va keyingi tushgan pulni ham nazorat qila boshlaydi. Bu faqat bir martalik zarar emas, keyingi oy ham xavf davom etadi. Yana bir misol. 72 yoshli buviga sizga 6.000 so'm yordam puli ajratildi degan xabar keladi. Xabarda havola bor. Buvi bosadi. Ism, familiya, karta raqami, SMS kod kiritadi. Sayt chiroyli, davlat tashkilotiga o'xshagan logotip qo'yilgan. Lekin bu soxta sayt. Bir necha daqiqadan keyin kartadan 2 million so'm yechiladi. Buvining xatosi shunda bo'ldiki, u rasmiy ma'lumotni mahalla, bank yoki davlat xizmatlari markazidan tekshirmadi. Yana bir real hayotga juda yaqin vaziyat. Farzand chet elda ishlaydi. Onasiga har oy pul yuboradi. Firibgar onaga qo'ng'iroq qilib, o'g'lingiz yuborgan pul blokda turibdi. Ochish uchun komissiya to'laysiz deydi. Ona farzandimning puli kelmay qolmasin deb 300.000 yoki 500.000 so'm yuboradi. Keyin yana bitta tasdiq kerak deyshadi. Shu tariqa odam bir marta pul yuborib qo'yadi. Pul miqdori kichikdan boshlanadi. Keyin kattalashadi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz hech kimga kod aytmasangiz, notanish havolani bosmasangiz, bank masalasida faqat rasmiy ilova yoki bank filialiga murojaat qilsangiz, har qanday qo'ng'iroqni tekshirib ko'rsangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin men yoshman, meni alday olmaydi deyish ham noto'g'ri. Bugun firibgarlar yoshlarni ham aldashyapti. Farqi shundaki, yosh katta insonlarda vahima va texnik bilim yetishmasligi sabab zarar ko'proq bo'lishi mumkin. Ba'zan odamlar agar qo'ng'iroq qilgan odam ismimni, tug'ilgan yilimni yoki kartam qaysi bankdanligini bilsa, demak u haqiqiy xodim deb o'ylaydi. Bu katta xato. Bugun ayrim shaxsiy ma'lumotlar turli yo'llar bilan firibgarlar qo'liga tushib qolishi mumkin. Masalan, eski e'lonlar, ijtimoiy tarmoqlar, yetkazib berish xizmatlari, soxta anketalar, tanish bilish orqali tarqalgan ro'yxatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun kimdir siz haqingizda 2-3 ta ma'lumotni bilishi uning ishonchli ekanini anglatmaydi. Yana bir tuzoq. Firibgarlar, men sizga pul o'tkazmoqchiman. Kartangizga kod keldi. Ayting deyishi mumkin. Esingizda bo'lsin, sizga pul o'tkazish uchun SMS kod kerak emas. Kimdir sizga pul yuborish uchun odatda karta raqami yetarli bo'ladi. Agar pul olish borasida kod so'ralsa, bu juda xavfli belgi. Yana bir nozik jihat. Ba'zi firibgarlar odamni bankomat yo'niga borishga majbur qiladi. Bankomatga boring, men aytgan tugmalarni bosing, pulingiz himoyalanadi deyshadi. Aslida ular sizga pulni o'z hisoblariga o'tkazishni aytib turadi. Yosh katta inson bankomatdagi yozuvlarni to'liq tushunmasligi mumkin. Operatorga o'xshab gapirayotgan odamga ishonadi. Natijada o'z qo'li bilan pul o'tkazadi. Bankomat yo'nida notanish odam telefon orqali ko'rsatma berayotgan bo'lsa,
Darhol to'xtash kerak. Yana bir xavfli usul. Sizning nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda degan qo'rquv. Firibgar kreditni bekor qilish uchun siz ham qarshi ariza ochishingiz kerak deb odamni ilovaga kirishga, kod aytishga yoki yangi kredit olishga majbur qiladi. Ayrim holatda odam bekor qilish uchun deb o'ylab, aslida o'z nomiga kredit rasmiylashtirib qo'yadi. Keyin pul firibgarga o'tadi. Qarz esa odamning bo'ynida qoladi. Shuning uchun kredit haqida qo'ng'iroq bo'lsa, faqat bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qayta qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Shuni ham bilish kerak. Haqiqiy bank xodimi siz bilan gaplashganda ham ehtiyotkor bo'lishingiz kerak. Agar sizga bankdan qo'ng'iroq kelsa, suhbatni tugating va bank kartangiz orqasida yozilgan rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Chunki telefon ekranida bank nomi chiqishi ham ba'zan aldov bo'lishi mumkin. Raqamni soxtalashtirish usullari bor. Oddiy odam buni ajrata olmaydi. Eng xavfsiz yo'l tashabbus siz tomonda bo'lsin. Siz o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling. Yana bir istisno, ayrim hollarda davlat tashkilotlari haqiqatan ham SMS yuborishi mumkin. Lekin ular SMS orqali karta parolini, CVV kodni, PIN kodni so'ramaydi. Agar to'lov, yordam puli, nafaqa, subsidiya haqida xabar kelsa, uni tasdiqlash uchun mahalla idorasiga, pensiya bo'limiga, banka yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Telefon orqali shoshilib karta ma'lumotlarini kiritmang. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Ota-onangiz va bobo-buvlaringiz telefoniga kodni hech kimga aytmayman degan oddiy qo'yda o'rnating. Buni bir marta aytib qo'yish yetmaydi. Har oy eslatish kerak. Chunki firibgarlar juda ishonarli gapiradi. Men tavsiya qilaman. Ularning telefon daftariga farzandlarining raqamlarini avval menga qo'ng'iroq qiling degan nom bilan saqlab qo'ying. Masalan, bank masalasi bo'lsa avval o'g'limga qo'ng'iroq qilaman degan eslatma ham foyda beradi. Ikkinchi qadam, bank kartasi bo'yicha limitlarni tekshiring. Agar ota-onangiz kartasida katta summa saqlansa, kunlik o'tkazma limitini pasaytirish mumkin. Masalan, kartada 10 million so'm bo'lsa, bir kunda 10 million o'tkazish imkoniyati turishi shart emas. Bank ilovasida yoki bank filialida kunlik limitni kamaytirish mumkin. Bu firibgarlik bo'lsa ham zararni kamaytiradi. Uchinchi qadam, alohida karta ishlating. Nafaqa tushadigan kartada hamma pulni uzoq saqlamang. Zarur bo'lgan qismini ishlatish uchun qoldirib, qolganini omonatga, boshqa xavfsiz hisobga yoki farzand bilan maslahatlashilgan tartibda saqlash mumkin. Bu yerda maqsad yoshi katta odamni puldan ajratish emas, balki uning pulini himoya qilish. Har bir oilada bu masalani hurmat bilan tushuntirib, majburlamasdan hal qilish kerak. 4-qadam. Telefoniga noma'lum ilovalarni o'rnatmang. Firibgarlar ba'zan masofadan yordam beramiz, mana bu dasturni o'rnating deyshadi. Agar odam telefoniga begona dastur o'rnatsa, firibgar ekranini ko'rishi, kodlarni o'qishi yoki ilovalarni boshqarishi mumkin. Ayniqsa AnyDesk, TeamViewer kabi masofadan boshqarish dasturlari oddiy odam uchun xavfli bo'lishi mumkin. Agar uni kim va nima uchun ishlatayotganini tushunmasa. Bunday ilovani faqat ishonchli mutaxassis yoningizda turganda va maqsad aniq bo'lganda ishlatish mumkin. 5-qadam, shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, 3 ta savol bering. Birinchisi, siz qaysi tashkilotdansiz va rasmiy raqamingiz qaysi? Ikkinchisi, nega men sizga kod aytishim kerak? Axir banklar kod so'ramaydi-ku. Uchinchisi, men filialga borib hal qilsam bo'ladimi? Firibgar odatda asabiylashadi, shoshiladi, qo'rqitadi. Haqiqiy tashkilot esa sizning filialga borishingizga qarshi bo'lmaydi. 6-qadam, agar pul yechib ketilgan bo'lsa, vaqtni boy bermang. Darhol bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Keyin bankka yozma ariza bering. Arizada qachon qo'ng'iroq bo'lgani, qaysi raqamdan bo'lgani, qanday SMS kelgani, qancha pul yechilgani, qaysi hisobga ketgani ko'rsatilishi kerak. Telefoningizdagi SMS, qo'ng'iroqlar tarixi. Telegram yoki WhatsApp yozishmalarini o'chirmang. Bular dalil bo'lishi mumkin. 7-qadam, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Pul qaytmaydi baribir deb jim yurish kerak emas. Ariza qanchalik tez berilsa. Pul harakatini kuzatish, hisoblarni bloklash, firibgarlar zanjirini aniqlash imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. Arizada hamma tafsilotni yozing. Raqam, vaqt, summa, tartibda bank nomi, suhbat mazmuni. Agar ovoz yozuvi bo'lsa, uni ham saqlang. Agar firibgar bankomatga borishni aytgan bo'lsa, qaysi bankomat, qaysi vaqt bo'lganini ham yozing. 8-qadam, oilada maxfiy so'z kelishib oling. Masalan, agar kimdir mening nomimdan pul so'rasa.
avval oilaviy kelishilgan bir so'zni aytishi kerak. Bu so'z oddiy, lekin begonalarga noma'lum bo'lsin. Masalan, bolalikdagi laqab, eski mahalla nomi yoki faqat oila biladigan gap. Agar telefon qilgan odam nabirangizman desa, buvi undan shu maxfiy so'zni so'rashi mumkin. Firibgar javob bera olmaydi. 9-qadam ota-onangizga uyaltirmasdan tushuntiring. Ko'p yoshi katta insonlar aldanganini aytishga uyaladi. Bolalarim urushadi. Men ahmoq bo'lib qoldim deb qo'rqadi. Shuning uchun zarar kattalashadi. Siz ularga shunday deb ayting. Agar kimdir qo'ng'iroq qilib pul yoki kod so'rasa, darhol menga ayting. Men sizni urushmayman, faqat yordam beraman. Bu juda muhim. Chunki odam qo'rqmasa tezroq xabar beradi. 10-qadam telefon so'zlamalarini tekshiring. Noma'lum raqamlardan kelgan qo'ng'iroqlarni filtrlash, spam ogohlantirishlarni yoqish, bank ilovasiga murakkab parol qo'yish, telefon ekraniga blokirovka o'rnatish kerak. Pin kod 1234 tug'ilgan yil bo'lmasin. Agar ota-onangiz parolni unutib qo'ysa, uni xavfsiz joyga yozib qo'yish mumkin. Lekin karta bilan birga saqlamaslik kerak. Yana bir amaliy tavsiya, ota-onangizga kichik qog'ozga 5 ta asosiy qoidani yozib, telefon yoniga yoki stol ustiga qo'yib bering. Kod aytmayman, havola bosmayman. Notanishga pul yubormayman. Avval farzandimga qo'ng'iroq qilaman. Bank masalasini faqat bankda hal qilaman. Mana shu oddiy qog'oz ko'p vaziyatda odamni to'xtatib qoladi. Chunki firibgar shoshilayotgan paytda ko'z oldida yozuv tursa, odam bir soniya o'ylaydi. Ba'zan aynan shu bir soniya pulni saqlab qoladi. Agar sizning ota-onangiz allaqachon biror havolani bosgan bo'lsa, darhol karta parolini o'zgartiring. Bankka qo'ng'iroq qiling. Mobil ilovadan begona qurilmalar ulangan-ulanmaganini tekshiring. Agar ilovaga kira olmasangiz, bank filialiga boring. Telefoniga shubhali ilova o'rnatilgan bo'lsa, uni o'chirib tashlashning o'zi yetmasligi mumkin. Mutaxassisga ko'rsatib telefon xavfsizligini tekshirtiring. Kerak bo'lsa, muhim ma'lumotlarni saqlab, telefonni tozalash yoki qayta sozlash kerak bo'ladi. Agar qarindoshingiz firibgarlarga pul yuborgan bo'lsa, uni ayblamang. Nega ishondingiz? Qanday qilib aldandingiz degan gaplar vaziyatni yomonlashtiradi. Odam allaqachon stressda bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l avval kartani bloklash, bankka xabar berish, dalillarni saqlash, ariza yozish. Keyin xotirjam tushuntirish. Maqsad aybdor topish emas, zararni kamaytirish va takrorlanishining oldini olish. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Firibgarlar endi eshik qoqib kelmaydi. Ular telefon orqali, SMS orqali, Telegram orqali kirib keladi. Ular odamni qo'rqitadi, shoshiradi, kod ayting, havolani bosing, pul yuboring deydi. Eng kuchli himoyasi oddiy, hech kimga SMS kod aytmang, notanish havolani bosmang. Bank masalasida telefon orqali qaror qilmang. Avval yaqinlaringiz bilan maslahat qiling. Iltimos, bu videoni hoziroq ota-onangizga, bobo va buvlaringizga yuboring. Ular texnikani mukammal bilmasligi mumkin. Lekin to'g'ri ogohlantirishni eshitsa, o'zlarini himoya qila oladilar. Izohlarda yozing. Sizga yoki tanishlaringizga shunday firibgarlar qo'ng'iroq qilganmi? Ular nima degan? Qanday yo'l tutgansiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizni ogohlantirishni bugunoq boshlang.